Voy bu odam ko'p ha? Assalomu alaykum Nodir aka. Endi qaytib olga oldim. O'shanga odamlar hamma shu bugunga taqab chiqibdi-da. Sochim kim olib qo'ya olmaydimi? Shogird Arenda nima bo'ldi? Ye, saytiga keldingizmi? Ye, uka. Men aka, 3 oylik arenda. 3 oy senga yaqinlashing. Charchamagan. Joningiz sog' bo'lsin. Aka bular hammasi bor-ku, klient-da, shogird emas. Keyinroq chiqing. Sartaroshlarning ishi zo'r bo'lib qolibdi-da. 3 oylik mashinasini arendasini bir kunda yo'q. Assalomu alaykum Nodir aka. Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan? Sartaroshga chochim moldir oling. Ey, bu yerda kuchim bor, keyingi haytam ololmaysan. O'zim chiroyli qilib qo'yaymi? Siz sartaroshmisiz? Ha? Nishonda zot otuvdingiz o'tgan kuni. Eski kasbim o'zi sartaroshchilik meni. Yo'q, Ha? Hamma mashita oldiraman. Voy, o'ylab ko'r, uyda cho'tki qilib sharoit qilib qo'yganman. Keyin xush to'lib bo'g'ir solib beradi. Bo'pti. Yur. O'g'lon, sen yur. Oyingga aytgan, meni mashinkalarni tez tayyorlab tursin. Xo'p bo'ladi. Qani? Mashita olan Ha, shu yerda o'tir. O'tirmaysan, voy, olman mana. bosh yuvormaymizmi? Ha, yuboramiz. O'g'lim tayyormi? Tayyor, olib boraymi? O'tir, ha. Anqayma, o'tir. Oy, odamim ko'p, o'tirsin-chi. Ota. Aka nima qilib qo'ydingiz? Yo'q, hech nima qilmadi. O'tiring. O'g'lim, ana yangi suvdan olib chiqqan bor. Hozir yangi suv chiqdi. O'shani mazasini ko'r beradi. Voy, cho'tga olib qo'yaman mana. Qara mametlarim, kartofkalar cho'tga chiqyapti. Mana uka, Nikoni qo'liga chiqdi. Yangi tam. Qalay? Bilaman buni ichaman aka. Qo'yib olingchi. Bo'ldi. Bundan burtir. Bilan qoldi. Odiljon, qaror bolam. Bo'ldi. Do'konga chiqasan, amaqingga aytasan. Supurkila bering degan. Bor. Ana, ukam bo'ldi, endi soqqani seni. Sochim orqasini ko'rsing. O'zi oynan bitta uyga borib ko'rasan, u kun bo'lsa aytgin, soch olishga. Ota, bu ishimiz bo'lmaydi. Ertaga dabdalarni tushib ketadi. To'g'ri aytasan, bolam. Borib, o'yinchoqlaringni yig'ishtirgin, ukanikini ham yig'ishtirgin. Nega? Ertaga qaytib, masjid oldida sotamiz. Zaminaning nomlari Mahmula Alijon Ali, qo'llari gul ishlari, o'zlari dili jon Ali.